Bir gapni aytib qo'yamiz ba'zi bir odamlar, ehtiyot bo'laylik. Meni umuman gunohim yo'q deb qo'yasiz. Bu xato gap bu. Gunohimiz juda ko'p. Ustozlarimiz aytishadiki, gunohim yo'q degan odam eng katta gunohkor bo'ladi. Gunohimiz juda ko'p, faqat istig'for qilamiz. Istig'for aytsak gunoh yuviladi. Gunohga kafforat bo'ladi. Gunohim yo'q demanglar, Parvardigor gunohimni o'zing kechirgin. Hazrati Bahodir Naqshband mana yilga 700 yilliklari bo'ladi. U zotning huzurlariga kelib bir karomat ko'rsatmaysizmi deyishibdi. O'rinlardan turib bu yoqqa yuribdilar. Keyin mana shu karomat debdilar. Bu qanday karomat desa, mana shuncha gunoh bo'lib yelkamda yuryapman-ku degan ekanlar. Shuncha gunohlarim bo'lib men yuryapman-ku. Shunday zot, valiyullohlar ular. Ular Allohdan qo'rqadigan, Allohning do'stlari gunohim ko'p degan. Qani shunday zotlar, valilar. Endi bizning gunohimiz ko'p, shu gapni aytmanglar. Faqat payg'ambarlar ma'sum bo'ladi.